Assalomu alaykum haqiqiy UFC muxlislari sizlarni hammanglarni bugun 25-iyul o'zi televizordan nashr telefondanmi prямой translyatsiyalarda полный qoldirmasdan ko'radigan kun shekilli o'zimizda ham bo'ladi. UFC Octagon bo'ladi bugun, All Stars bokslar bo'ladi bugun. Hammasini ko'rishga chaqiraman hammanglarni. Keyin bugun asosiysi UFC Abu Dabida Ramazon Temirov va Bogdan Guskutni janglarini ko'rishimiz kerak. Hamyurtlarimizga omad. Kim qanaqa fikrlari bor, shularni yozinglar. Bu kanal o'g'lim kanali. Chiroyli yurgizib, podpischilar kelib, kolokolchilar bosib, kommentariyalar yozib kanalni yurgizaylik. Yosh hali ko'taraylik. Bo'lajak katta bloger, sport blogeri qilaylik. Hammaga omad, kommentariyalarda yozinglar. Sizlarga именно UFC'dagi qaysi janglar qiziq? Hammaga omad. Bundan keyin yana gaplashamiz.